Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan yana To'xtaxo'jayeva kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Shu paytgacha 9-bobgacha kelib qolganmiz va darslar aynan shu YouTube kanalimizga joylangan. Bugun nasib bo'lsa sizlar bilan 10 va 11 boblarni o'tib berishga harakat qilaman. Va sizlardan talab etiladigan narsa faqatgina like va obuna bo'lish talab etiladi. Demak, darsimizni boshladik. 10-bob demak nutq haqida ekan. Qarang endi. Nutqning asosiy xususiyatlari 4 ta. Nutqning asosiy xususiyatlari 4 ta. Birinchisi, nutqning to'g'riligi va ravonligi, nutqning aniqligi va ta'sirchanligi, nutqning mantiqiyligi, nutqning tozaligi, ifodaligi. Ana endi ketdik endi. Birinchisi, nutqning to'g'riligi va ravonligi degan paytda adabiy til normalariga to'g'ri kelishi va asosan ikki jihat qaraladi: urg'u va grammatik normaga. Urg'u so'zlarning to'g'ri talaffuzi, grammatik norma esa albatta so'zlar bir-biriga bog'lanishi. Ana endi qarang. Keyingisi nutqning aniqligi va ta'sirchanligi. Men sizga buni qisqa tushuntirib beraman. Nutqning aniqligi deganda nima tushuniladi? Tushuniladi. Nutq aniqligi deganda siz oddiy bir tarix o'qituvchisiz, darsga kiryapsizdagina Ikkinchi jahon urushi 1935-yilda boshlangan desangiz, siz bu yerda hech qanaqa aniq gapirmayapsiz. Siz bu yerda bunday deydigan bo'lsak, yolg'on gapiryapsiz. Ya'ni bilamizki, to'g'rimi? Ikkinchi jahon urushi 1939-yilda Germaniyaning Polshaga bostirib kirishga boshlangan. Va keyin siz agar aniq gapirsangiz, bu ta'sirchanlik oshadi-da. Aniq gapirgan bo'lsangiz yoki uni siz ona tili o'qituvchisidagina darsga kirib, ot so'z turkumi qanaqa so'rovga javob bo'ladi desangiz, bu yerda aniqlik bormi? Siz noto'g'ri gapiryapsiz-ku, ya'ni faktga noto'g'ri beryapsiz-da. Ya'ni bilamizki, ot so'z turkumi albatta kim nima qaysi so'rovga javob bo'lishi. Yoki bo'lmasa, siz ingliz tili o'qituvchisiz, ingliz tili o'qituvchisida present simple, ya, present simple mavzusini o'tyapsiz va siz aytasiz, o'zbek tilida qo'shimchasi yapman deb qo'shimchasiga ega deysiz. Ya'ni misol sifatida men kitob o'qiyapman desangiz, bu yerda ham xato. Siz present simple deb o'tib turib, present continuous mavzuga ketib boryapsiz. Mana shu, ya'ni nutqning aniq ta'sirchanligi degani. Keyingisi esa nutqning mantiqiyligi. Nutqning mantiqiyligi. Qarang, nutqning mantiqli degani so'z boyligi, tafakkur yuritish kabilar qobiliyati, idrok etish mahoratiga bog'liq va o'qituvchi ifodalayotgan mavzuga mos ravishda to'g'ri ifodalanishi, aytilayotgan fikr mantiqan bir-biriga bog'langan bo'lishi. Bu albatta nutqning mantiqiyligi o'zidan bir-biriga mantiqan bog'lanish bu nutqning mantiqiyligini oshirib beradi. Keyingisi esa nutqning tozaligi va ifodaliligi va avvalambor endi adabiy til normalariga to'g'ri ifodalanishi va endi nutqning tozaligini buzadigan bu albatta dialektizm va varvarizmlar ekan. Ana endi qarang. Jargon muayyan kasb yoki soha mutaxassislariga xos bo'lmagan so'zlar. Varvarizm esa muayyan millat tilida bayon etilayotgan nutqda o'zga millatlarga xos so'zlarning noo'rin qo'llanilishi. Vulgarizm haqorat qilish, qo'pollik asosida qo'llaniladigan so'zlar hamda konsiliarizm o'rni bo'lmagan vaziyatlarda rasmiy so'zdan foydalanish. Parazit bu ortiqcha so'zlar. Ana keyingisiga o'tamiz. Demak, nutq ikki xil namoyon bo'ladi. Ichki nutq va tashqi nutq. Ichki nutq bu og'zaki ochmasdan fikrlashingiz bu ichki nutq bo'ladi. Tashqi nutq esa albatta til vositalari yordamida yuzaga keladi. Til va nutqning qiyosiy tahlili. Mana til qanaqa bo'lish kerak-ku? Nutq qanaqa imkoniyatlarga egaligi. Buni ham qarab qo'yasiz. Pauza qilgan holatda. Ana endi qarang, nutq madaniyati, ijtimoiy madaniyatni, kishilik jamiyati madaniyatini aks ettiruvchi bir ko'zgu. Demak, nutq madaniyati bu ko'zgu ekan. Nutq madaniyati ko'zgu. Mana shuni eslab qolsangiz bo'ladi. Nutq madaniyati ko'zgu. Xo'p, keyingisi esa notiqlik bu nutqning og'zaki shakli. Nutqning og'zaki shakli nima desa, siz notiqlik deysiz. Keyingisiga o'tib olamiz. Keyingisi esa qarang.
o'qituvchilarning pedagogik faoliyatdagi og'zaki nutqi monologik va dialogik shaklga bo'linadi. Demak, ikkita ekanda, monolog va dialog. Bu monolog shakllari endi keng tarqalgan. Bularga hikoya, maktab ma'ruzasi sharhlash kabilar ekan. Dialog bo'lgandan keyin albatta suhbat va savol javob. Mana shu ikkalasi. Monolog va dialog. Bularni bilib qo'yishingiz kerak. Keyingisiga o'tamiz. Ana endi tovushni qarang. Tovush chiqarilgan havoni hiqildoqdan o'tishi paytida ovoz pardalarining tebranishi natijasida vujudga kelishini vujudga kelishi demak tovush deyiladi. Keyingisi diapazon. Mana shu yerda ham alohida qarangizda tovush kuchi degan narsaga ham. Tovush apparati organlarning faol ishlashiga bog'liq. Chiqarilayotgan havo oqimining tovush. Mana shunga qarab qo'yasizlar. Keyingisi diapazon endi qarang. Demak, diapazon degani bu tovush hajmining uning chegarasi, ya'ni yuqori va quyi ohanglar belgilanadi. Asosiy qoidasi tovushning hajmi bo'lib, uning chegarasi eng yuqori va quyi ohanglar bilan belgilanadi. Ya'ni darsga kirib siz bir xil ohangda gapirmaysiz-ku. Ya'ni bir xil ohangda gapirsangiz, o'zi zerikib qo'yadi. Shu sababdan siz ba'zan nutqingizni ko'tarib, ba'zan tushirib gapirasiz. Diapazon deyiladi bu. Temr bo'lsa endi albatta tovushning rang-barangligi, yumshoqligi, mayinligi, jozibaligi bu temr deyiladi. Va keyingisi endi diksiya. Aniq talaffuz qilish. Albatta endi siz darsga kirganingizda biror bir mavzuni to'g'ri tushuntirib berishingiz. Ya'ni bunday aytganda nutq orqali to'g'ri tushuntirishingiz. Agar sizda nutqingizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bolalar tushunmay qoladi. Ya'ni nima deyotganini tushunmaydi-da. O'shaning uchun ham diksiya degani bu tovushlarning aniqligi, o'qituvchi uchun professional zaruriyat bo'lib, demak qarang, o'qituvchi nutqini talabalar tomonidan to'g'ri tushunilishini ta'minlaydi. Bu qoidasi bu endi. Asosan demak, nutqning to'g'ri orqali gapirish orqali yetkazib berish diksiya. Ya'ni aniq talaffuz qilish. Artikulatsiya ana endi mana shu aniq talaffuz qilishni takomillashtirish yo'llari bo'ladi bu. Ritmika endi bu ayrim so'z bo'g'inlarining aytilish muddati va to'xtalishi, gapirishdagi to'liq davomiylik. Bu qoidasi bu. Demak, ayrim so'z bo'g'inlarining aytilish muddati va to'xtalishi. Keyingisi to'g'ri nafas olish. Bu ham to'rga bo'linadi. To'g'ri nafas olishingiz to'rga bo'linadi. Qarang endi. Yuqori nafas olish yelkalarni ko'tarilib tushishi va ko'krak qafasining yuqori qismi ishtirokida hosil qilinadi. Keyingisi esa diafragma ishtirokida nafas olish. Ko'krak qafasining bo'ylama hajmini ortishi hisobiga vujudga keladi. Bunda diafragma qisqaradi. Demak, asosiy o'zi kal so'zi ham bor ekan, diafragma deb. Endi keyingisi esa nutqiy nafas. Demak, bu energiya bazasi, nutqiy nafas bu albatta energiya bazasi. Va nutqiy nafas olishda biz yana ham fonatsional nafas ham deymiz. Ya'ni fono tovush. Keyingisi esa dialogik nafas olish. Bu kundalik hayotdagi nutqimiz bu dialog nafas olish deyiladi. Mana bularni bilib qo'yasiz. Dialogik nafas olish, kundalik hayotdagi nafas olishimiz. Keyingisi mana bu 10-bob nihoyasiga yetdi. Ana endi 11-bobga o'tamiz. Hozirgi kunda o'qituvchining pedagogik mahorati bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish, baholash kabi kompetensiyalarga bo'linadi. Xo'p, keyingisi mana o'qituvchining individual nutq madaniyati xususiyatlari. Ular quyidagilar ekan. Ya'ni sizdan o'qituvchining individual nutqiy madaniyat xususiyatlari qaysilar desa, nutqning to'g'riligi, nutqning aniqligi, nutqning ifodali bayon etilishi, nutqning sofligi, nutqning ravonligi, nutqning boyligi ni olasiz. Endi dars mana qarang. Dars yaxshi bir dars bu qoidasi endi. Sizdan dars nima degan paytda endi siz bemalol javob bera olasizmi? Dars deganda bevosita o'qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan pedagogik jarayon bu. Dars deyiladi.
Keyin darsning turlari. Darsning bir qancha turlari bor. Ularni ko'rib o'tamiz, lekin siz asosiysi bir-biridan farq qiladigan joylari bor. O'shani bilib olasiz endi. Birinchi, dars turlarining aralash darsi endi qarang. Aralash darsda avvalambor o'quvchilar bilan savol-javob. Demak, siz aralash darsda savol-javob degan joyini bilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, aralash dars ketdi savol-javob bilan. Endi qarang, yangi materiallar bilan tanishish darsida bu avvalambor yangi mavzuni tanishtirgan payt nima bo'ladi? O'qituvchi hammasini o'qituvchi tanishtirib beradi. Demak, qarang, o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar mustaqil ish olib boradilar. Ya'ni bu degani siz o'qituvchisiz, o'sha mavzuni siz endi qanday tushuntirib berishni o'zingiz zimmangiz qilasiz. Yana qarang, yangi materiallarni o'rganish uchun asos bo'lgan avvalgi materialni takrorlatasiz. O'quvchilarning yangi materialni va darslik bilan ishlashni tushuntirasiz. Qarang, mana siz bunday siz amalga oshiryapsiz. Qanday qilib darslik bilan ishlash kerakligini, takrorlash kerakligini. Bu yangi bilimlarni darsida ekan. Keyingisi esa bilimlarni mustahkamlash va takrorlash darsida. Asosiy bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa bunda og'zaki va yozma mashqlarni bajartirish bo'ladi. Og'zaki va yozma mashqlar, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash darsida. Keyingisi endi umumlashtirish va tizimlashtirish darsi ekan, qarang. Umumlashtirish, tizimlashtirish. Bunda asosan avvalgi o'tilgan mavzularni kamchiliklari to'ldiriladi. O'tilgan mavzuning kamchiliklari to'ldiriladi. Asos bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Va endi keyingisi ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish. Ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish. Ya'ni siz bunda xo'p, qarang, amaliyotda qo'llay olish bilan bog'liqdir. Ya'ni o'tilgan mavzuni amaliyotda qo'llashni o'rgatasiz. Ya'ni egallangan malaka va ko'nikmalarni hayotiy, mana shu hayotda bunday aytganda qo'llashni o'rgatasiz endi. Ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish darsida. Keyingisi esa bilimlarni tekshirish darsi bo'lar ekan. Bunda o'zlashtirilgan bilimlarni tekshirish va o'quv materiallarining o'zlashtirishdagi kamchiliklarni aniqlash. Demak, bunda endi asosan tekshirishda qani o'sha dars o'tgan bo'lsangiz, o'shani qanday o'zlashtirilgan, o'shani kamchiligini aniqlab olar ekansiz. Kamchiligini aniqlash. Mana bu darsning turlarini bilib oldik. Keyingi o'tamiz endi. Qarang endi, o'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rishida quyidagilarga e'tibor qilish kerak bo'lar ekan. Albatta bu talablar deyiladi endi. Ta'lim jarayoniga qo'yiladigan talablar. Ta'limga qanday talablar qo'yiladi? Qarang, ta'limiy, tarbiyaviy rivojlantiruvchi. Ta'lim jarayoniga qo'yiladigan talablar deb so'rasa sizdan, ta'limiy, tarbiyaviy rivojlantiruvchi. Ba'zi manbalarda ta'limiyni didaktik ham deyiladi. Ta'limiy, didaktik bir narsa. Demak, endi ta'limiy talablarga to'xtalamiz endi. Yangi o'rganilayotgan mavzuni ijtimoiy hayot bilan, turmush tarzi bilan bog'lab, mazmunan boyitish. Mana qarang, turmush tarzi bilan ta'limiy bo'lar ekan bu endi. Keyingi tarbiyaviy deganda albatta bolalarning xulq-atvoriga, egallangan bilimlardan tashqari uning tarbiyaviy imkoniyatlarini aniqlash bularga qaratiladi. Demak, tarbiyaviy degan payt xulq-atvor deysiz, qadriyatlar ruhida tarbiyalash, demak ularni tirishqoqlik, tartiblilik, intizomlilik, erkin fikr yuritish kabilarni rivojlantirasiz. Keyingi rivojlantiruvchi taraflariga endi albatta bunda o'quv bilish faoliyatining ijobiy sifatlariga nisbatan qiziqishlarni oshirish, ong va tafakkurini shakllantirish qaratiladi. Keyin endi qarang, ta'limning yordamchi shakllari. Sizdan ta'limning yordamchi shakllari qaysilar desa, siz turli to'garaklar, praktikum, seminar, konferensiya, maslahat, ya'ni konsultatsiya, fakultativ mashg'ulotlar, o'quv sayohatlari, o'quvchilarning mustaqil uy ishlari. Mana shular olinadi. Bu ta'limning yordamchi shakllariga kiradi, hurmatli ustozlar. Keyingisi. Sizdan ijodiy kayfiyat nima deb so'rasa, o'qituvchining ruhiy holatini bir maromida ushlab turuvchi, kasbiy jihatdan ijodkorligini ta'minlovchi, kasbiy xususiyatlarining o'ziga xos jihatlarini ko'rsatuvchi o'quvchilar jamoasiga tez kirishib ketishiga ta'minlovchi vosita. Mana bu ijodiy kayfiyat. Demak, o'qituvchining ruhiy holatini bir me'yorida ushlab turuvchi vosita. Ijodiy kayfiyat. Keyingisiga o'tamiz.
Xo'p. Agar sizlarga darslarimiz mazmunan maroqli bo'layotgan bo'lsa, albatta like bosib ketasiz. Ana endi qarang. O'qituvchi tomonidan ta'lim jarayonini boshqarish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Birinchisi rejalashtirish, ikkinchisi tashkil etish va o'quv harakatlari. Rejalashtirish degan paytda albatta bunda kalendar, tematik yoki darsning rejalarini tuzish bilan yakunlanadi. Demak, rejalashtirishda darsning rejasi tuzilar ekan. O'quv materiallar, xo'p, dars olib borish shakli va metodini ishlab chiqish. Demak, rejasi tuzilib borar ekan. Rejalar, kalendar, tematik degan joylari bor ekan, asosiy kaliti so'zlari. Va endi tashkil etish uchun tashkil etgan paytda qani o'qituvchi o'quvchilar oldiga o'rganilayotgan mavzu asosida o'quv materialini qo'yishi va uni bajarishi uchun imkoniyatlar yaratishi lozim. Bunda o'quvchilarning faoliyati bilim olishga iborat bo'ladi. Demak, tashkil etishda asosiy narsa bu bilim olishdan iborat ekan, tashkil etishda. Va endi qarang, o'quv harakatlari ular belgilangan maqsadga binoan amalga oshiriladi. O'quv harakatlari o'quv jarayonini tashkil etishning barcha bosqichlari namoyon bo'ladi. Bular ikkiga bo'lib ketyapti ham qarang endi. Harakatlar tashqi kuzatiladigan va ichki kuzatilmaydigan ekan. Tashqi o'quv harakatlariga predmetli, ya'ni harakatlar ekan bular. Tashqiga bular qarang endi, predmetli harakatlar: yozish, rasm chizish, tajribalar o'tkazish va keyin perseptiv harakatlarga tinglash, fikrlash, kuzatish, sezish. Va endi keyingisi endi ichki, ya'ni mnemonik. Ya'ni ichki deganda mnemonik nima deganda ichki tushunyapti. Mnemonik degan demak asosan yunoncha so'z olingan ekan bu. Eslab qolish madaniyati. Bunda asosan tasavvur, fikrlash asosiy rol o'ynaydi. Va endi natijalarni baholash va tahlil etish. Ta'lim jarayonida o'quvchi tomonidan o'zini nazorat qilish, o'zini baholash va o'zini tahlil qilishni amalga oshirish o'qituvchining o'rgatuvchi harakatlari asosida shakllanadi. Xo'p, yaxshi, endi qarang. O'qituvchining darsga tayyorgarligi albatta bu. Mana endi qarang, qaysilar ekan o'qituvchining darsga tayyorgarligi. Avvalambor bu darsning samaradorligini oshirib beradi. Ya'ni u haqiqatan darsga tayyorlanmasa hech qanaqangi samaradorlik oshmaydi. Va endi bu o'qituvchining demak darsga tayyorgarligi, demak 3 ta asosiy turi bor ekan bunga. Birinchisi tashxislash, keyingisi bashoratlash va loyihalashtirish. Tashxislash qanaqa bo'ladi endi qarang. Tashxislashda o'qituvchi didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtiradi, uning natijalarini belgilaydi. Demak, barcha sharoitlarni oydinlashtiradi. Bashoratlashda esa darsni tashkil etishning eng maqbul variantini tanlab olish. Demak, darsni tashkil etishning eng ma'qul variantini tanlab oldi. Bu qaysiga kiradi desa, bu albatta bashoratlashga olinadi. Va endi oxirgi uchinchisi esa loyihalashtirish va rejalashtirish bo'ladi. Loyihalashtirish, rejalashtirish va bu endi darsning so'nggi yakuniy qismi hisoblanadi va bunda asosan nima bo'ladi bunda endi qarang. Bunda asosan endi kimdan qachon so'rash kerakligini, ya'ni qay payt so'rash kerakligini, qayerda mavzuni kiritishi, mashg'ulotdan keyingi bosqichda qanday o'tish, ya'ni bitta bosqichdan boshqasiga qanday o'tish kerakligi hammasi loyihalashtirish, rejalashtirishda amalga oshiriladi. Va sizlar bilan darsimiz ham demak bu ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga dars yoqqan bo'lsa, albatta like bosasiz. Like bosing. Like albatta bizga, kanalimizga yana albatta o'z foydasini keltiradi. Nimaga keltiradi? Albatta bu videoning tarqalishiga yordam beradi. Avvalambor, demak, like bosish yodlaringizdan chiqmasin. Dars o'z nihoyasiga yetdi va keyingi darslarimiz chiqish uchun kommentariyada ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.